Assalomu alaykum. Gold Clinker kuzatib boruvchilari, navbatda yurgularimiz Tojikistonga chiqib ketyapti. 25 kvadratdan 2 xil turda 3D bilan ablisovishli fasonimizdan so'qil qismiga esa mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Kanyon so'qilimizdan akalarimiz keyingi zakaslariga xudo xolasa abrazeslarni qo'shib chiqarib boryapmiz. Kargo orqali chiqaryapmiz Tojikistonga. Bemalol bizning korxonaga kelib, xuddi shunday qoliplardan olib, qanday mahsulot chiqadi bundan desanglar, hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu qoliplardan xuddi shunday mahsulotlar ishlab chiqarsanglar bo'ladi. 200 dan oshiq variantdagi svetlar, 50 dan oshiq variantdagi toshli qoliplar. Bu yerga hozirgi kunga trenddagi qolip toshlarimiz, abrazeslarni qilib qo'yganmiz. Ichkarida ham mana shu o'rnimizga klientlarimiz qiynalmasligi uchun tosh bo'yicha kelgan akalarimizga komplekt holatda qilib qo'yganmiz. Qaysi gulimizga qaysi so'qil tushadi, qaysi bilan laklanganda qanaqa turadi, barchasini qilib qo'yganmiz. Ko'rib tursanglar bo'ladi. Vibrlar yuqori darajada sizlarni Gold Clinker korxonasida kutamiz. Bu yerda ko'rib bir qator keyin boshqa joylarda ham bemalol aylanib qo'ysanglar bo'laveradi. Sifat doim sifat.